Assalomu alaykum. Ustozimizning bugungi bepul seminarlardan juda ham katta anglash oldim. Ya'ni kim qochib yurgan ishlarim bor edi. Ya'ni pullarni rejalashtirishdan, xarajatlarni rejalashtirish muhim emas deb o'ylagan edim. Bugun ko'rdimki, daromad bilan xarajatni o'zim dars davomida ko'rganimda, men har doim xarajatlarim daromaddan ko'pligini ko'rib dahshatga tushdim desam ham bo'ladi. Bu degani har doim pullarimni rejalashtirib daromadlariga va xarajatlarni yozib yurish ekan. Vроде бы bu mayda ishga o'xshaydi, lekin bu juda ham katta natijani beradi va men har doim o'zimni topayotgan pullarimni o'zimga investitsiya qilib yurardim, rejalashtirib, kunimni rejalashtirardim. Har doim bilim olardim, lekin menda daromad juda ham past edi. Menga bugun ustoz juda ham katta kuch berdi, motivatsiya berdi, ya'niki men to'g'ri yo'lda ekanman. O'ziga investitsiya qilgan inson baribir bir kun daromadga chiqadi. Siz xavotir olmang, siz to'g'ri yo'ldasiz dedilar. Keyingisi yana bitta narsa, dangasalik. Yana o'sha narsaga taqalib kelyapmiz. Dangasalik bizda moliyaviy erkinlikka, moliyaviy o'sishga juda ham katta to'siqlardan bittasi hisoblanadi. Agar biz dangasalikni yengib o'tganimizdagina biz qolgan to'siqlardan o'sha menimcha bemalol o'tsa kerak. Rahmat bugungi dars uchun.